Termiz shahrida sportning kurash hamda mini futbol turlari bo'yicha bellashuvlar tashkil etildi. Surxondaryo viloyati hokimi kubogi uchun o'tkazilgan bahslarda vohaning shahar va tumanlaridan saralangan yoshlar ishtirok etishdi. Hozir shu haqda. Termiz shahrida kurash bo'yicha Surxondaryo viloyat hokimi kubogi bellashuvida vohaning shahar va tumanlaridan saralangan 35 nafar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Ikkita gilamda o'tkazilgan bahslarni malakali hakamlar jamoasi baholab borishdi. Bellashuvda yosh polvonlar kurash texnikalarini mukammal o'zlashtirib, o'ziga xos mahoratga ega ekanliklarini amalda ko'rsatdilar. Umuman olganda kurash sporti vohada rivojlanib borayotgani mazkur musobaqada ham yaqqol bilindi. Bu musobaqamizda 5 ta vazn toifasida o'g'il va qizlar qatnashyapti. 3 ta o'g'il bolalar, 2 ta vaznda qiz bolalar jami barcha tumanlardan kelgan kurashchilar o'rtasida bo'lib o'tyapti. Bu musobaqamiz xalqaro kurash qoidalariga asosan 3 ta hakam hammasi musobaqa tizimida baholab bormoqda. Bu musobaqamizni o'tkazishdan maqsad yosh tarkibni, terma jamoani shakllantirish, kurashimizni yanada ommaviylashtirib, rivojlantirish maqsadida bo'lib o'tmoqda. Surxondaryo viloyati hokimi kubogi bellashuvida mini futbol sport musobaqalariga ham keng o'rin berildi. Uchrashuvlarning final bahslari qiziqarli kechdi. Unda turli kombinatsion usullar va faol jismoniy harakatlarni namoyish etgan jamoalar g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Natijalarga ko'ra birinchi o'rinni Denov tumani vakillari qo'lga kiritgan bo'lsalar, ikkinchi o'rin Oltinsoy tumani jamoasiga nasib etdi. Sherobod tumani jamoasi 3-o'ringa loyiq deb topildi. Umuman olganda mazkur yo'nalishdagi uchrashuvlar mahalla yoshlari uchun yangi imkoniyatlar bermoqda. Ushbu musobaqalardan olingan tajribalar yoshlar uchun galdagi bellashuvlarda o'ziga xos tajriba maktabi bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.